بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا صلى الله عليه تعالى ولا نبينا محمد ولا آله ولا أصحابه ولا أجمعين برحمتك يا الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi musulmonlar juma ayyominglar muborak bo'lsin. Hammaga yaxshi kunlar kelsin. Alloh ajrlarni bersin. O'qigan namozinglar Allohlar gunohida qabul bo'lsin. Endi men nima demoqchiman, musulmonlar, agar qo'lingizdan kelgancha menga ozgina saxovat ulashib yoki uyimni sotib berishga yordam bersanglar, barcha bu kambag'allarga mana ham ataganim bor. Alloh yo'lida kambag'allarga, miskinlarga yordam qilish meni ham orzuyim bor, lekin o'zim hozir muhtoj bo'lman. Boshqa kambag'allarni ham o'ylaydigan xilidanman. Mana bitta mana barcha o'zbeklar qiynalib qolgan hozir. Hammasini alami ichida yaxshi yashasam deydi, adolat bo'lsa deydi, adolat yo'qolyapti, zulm ortyapti. Endi bilasizlarmi, adolat bo'lishi uchun o'zimizni ixlos qilishimiz kerak. Haqqoniy Alloh yo'lida namoz o'qish kerak. Allohim barcha gunohlarimizni afv qilsin, kechirsin. Haq yo'lda bo'lish kerak. Men misol uchun hech qayerga bora olmayman. Toat ibodat qilishga majburman Alloh yo'lida. Agar hozir Qur'on o'qimasak, Allohim keyin Qur'onni olib ketadi. Agar Qur'onni Karim o'qimasak, Allohim Qur'onni olib ketadi. Keyin qarasak, Qur'onni olsak, Qur'onda yozuvlar yo'q. Allohim mustaqilmasin Qur'oni Karimga. Hammamizdan keyin esimizdan duolar chiqib ketadi. Hech kim namoz o'qiydigan bo'lmaydi, keyin hamma zulmga botadi. Bu yaxshimi? O'ylab ko'ringlar. Shuni ogohlantirmoqchi edim men. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Barcha musulmonlar ogoh bo'lsin, Qur'onni o'qisin, o'zini ixlos qilsin. Allohdan tilab qolaman, mo'minlar ko'payib, yaxshi o'zini boshqarib, kambag'allarga ihson berib, Qur'on tilovatlar qilib, bu dunyodan o'tganlarga men onajonim ham namoz o'qib jannatini ado qilib ketdi. Hech qachon odam zot o'limdan qo'rqish kerak emas. To'g'ri, qabr azoblari bor, lekin Qur'on o'qiganlarga qabr azoblari bilinmaydi. Qur'on Karim o'qiganlarga qabr azoblari bo'lmaydi. Qur'onni sevganlarga qabr azoblari bo'lmaydi. Qur'onni yotib olib o'qisa ham qabr azoblari bo'lmaydi. Allohim mustajab qilsin, hammani Allohim ixlos qilsin. Mana odamlarga ham Allohim shifo bersin. Quloqida shishkalari bor, bo'lmasam namoz o'qiyaptilar. Allohim ularning iymonlarini ziyoda qilsin. Hammamizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Bugungi juma yo'minglar muborak bo'lsin barcha musulmonlar. Mani eshitayotgan bo'lsanglar, haqiqat baribir ochiladi, aytishadi-ku. Haqiqat egiladi, sinadi. Lekin baribir haqiqat oshkor bo'ladi. Kim qanaqa bo'lsa ham Allohim o'zi jazosini beradi. Biz astag'fir namoz o'qib, Allohga ibodat qilib, haq yo'lda borsak bo'ldi. Maqsadimiz nima? Maqsadimiz qibla-yu Ka'ba va maqsadimiz jannat. O'zganimizda savol javob berish Allohga. Allohim o'zi qabr azoblaridan saqlasin, o'zi bizlarni to'g'ri yo'lga boshlasin. Bu hozirgi ko'rayotgan azoblarimiz o'tib ketadi. Agar haq yo'lda Qur'on o'qib, ado qilsak, o'zimizni ixlos qilsak, har bir misol uchun Qur'on o'qishni bilmasa ham o'zbekchada
tarjimasini o'qisa ham Allohim ko'ngliga solib qo'yar ekan. O'zbekchada ham tarjimasini o'qisa bo'ladi duolar. Sekin Ixlos surasidan boshlasa ham Allohim o'zi mustajab qilib qo'yar ekan. Bismillahirrohmanirrohim. Qulhullohu ahad lillahi samada lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin. Hammani Allohim taolo hidoyatga boshlasin. Hammani to'g'ri yo'lga kirgizsin Allohim. Hammaga Allohim yaxshilik ulassin. Qur'on o'qiydigan bo'laylik. O'zimizni ixlos qilaylik. Tepadagi zulm qo'llagan ozgina insof bersin. Hammamizga Allohim insof bersin. Rabbana atina fid dunya hasanah va fil oxirati hasanah va qina azobannar. Allohim hammani duolarimizni to'g'ri yo'lga, xalqimizni to'g'ri yo'lga boshlasin. Amin. Allohu akbar. Sadaqallohu azim.